Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Men sizlarga bugun dars partani obzor qilib bermoqchiman. Bunaqasini keyin mana bunaqasini ikki xilini obzor qilib bermoqchiman. Men birinchi bundan aytmoqchiman. Buni где-то 300 ml atrofida olganman. Nimagaki? Chunki men buni baquvvat deb o'ylaganman. Bunda funksiyalari ko'p edi. Qaysi ma'noda? Mana bu oldi bo'lsa, mana bu yerda kitob qo'yib qo'yadigan joyi, mana bu yerda ventilyatori bor edi, yana svetiniga bor edi. Mana bu tiqsangiz, orqasidan tokkulasangiz, mana bu yerda ham mana qo'shimcha qo'yib qo'yadigani, bu yerda mana bunaqa yelim narsasi bor. Ulardan olib o'tirmadim. Temir qo'yib qo'ysangiz, o'sha yelimini turg'izib qo'ysangiz, как будто kitob qo'yg'izib, buni har xil qilsa bo'lardi. Mana bunda tekis tursa o'zi aslida bunaqa ko'tarsa bo'ladi. Keyin mana bunaqa qilib har xil ko'tarib, o'zingizga moslab olsangiz bo'lardi. Shu funksiyalariga yoqtirib olgandim. Oyog'i ham mana bunda ochganingizda mana bunaqa qilib ochiladigan edi oyog'i. Buni mana oyog'ini ham baland past qilib har xil odam o'ziga moslab olsa bo'ladi. Shu sababdan men narxiga qaramasdan oldim. Mana bu joyini tokka tiqib, mana bu joyda o'zini tortmalari ham bor edi. Как будто ko'rinmayapti ekan. Как будто penaldagi tortmasi ham bor edi. Shunisi yoqdi menga. Ichiga har xil mana ruchkalarni solib qo'ysa bo'ladigan edi. Lekin mana bu oyog'i sinib tushdi. Ya'ni uncha baquvvat nima anaqasida, mana bu tepa past qiladigani bor-da. Mana shunisi noqulay o'rnatilgan qilishga. Mana shu narsani to'g'rilayman deyotgan paytimda mana shu sinib tushdi mana. Bu yoqqa buralishi ham, oddiy turgani ham qiyin bo'lyapti. Endi men buni atiga 45 ming, 44 mingmi даже 45 mingga ham bormaydi. Bu lekin nisbatan baquvvatroq ekan, chunki bundan ukam ham olgan edi, boshqacharog'ida arzonga oluvdi, yaxshi ekan. Mana buni oyoqlari oddiy, oson, baquvvatligi mana shundan ham ko'rinib turibdi. Mana bu ochganda ham ancha baquvvat narsa ekan. Men aytmoqchi bo'lganim, agar sizlar stol dars qiladigan olmoqchi bo'lsanglar, aynan mana shunisidan olishinglarni tavsiya qilaman. Sifati yaxshi ekan. Mana buni ko'rinishi, oyoqlari ham bu anchagina sifatli ekan. Mashinasi yoqdi menga.